Assalomu alaykum, hurmatli Minivan City kanali a'zolari. Bugungi obzorimiz Sergeli mashina bozori bo'ladi. Bugun 2026-yil 15-mart sanasiga ko'ra minivenlarimizni, bozorda bor minivenlarimizni obzor qilib ketishga harakat qilamiz. Birinchi uchrashgan minivenimiz Hyundai Starex bo'ldi. Mashinamiz 2008-yil, kraskasi bor deyaptilar. Egalari bilan gaplashib olasizlar. Bemalol probeg 440 ming bo'lgan. Telefon raqamlari 77 013 0707 ekan, ko'rsatib o'tamiz. Narxini 9900 deyaptilar. Menimcha kelishadigan joylari bo'lsa kerak. Srochno sotiladi deb yozib qo'ygan akalarimiz. Telefon qilinglar, bemalol to'liq ma'lumotlarni egalaridan olib olasizlar. Mashinamiz tashqi ko'rinishlari normal ekan. Ko'rib chiqdik bir qator. Qog'ozlarni joyiga qistirib qo'yamiz. Kraskalari haqiqatda bor ekan, chatnagan joylari bor, bu yoqda qilinadigan ishlari ko'proq. Yangi balon so'rayapti mashinamiz. Yangi balon taqish kerak albatta olgan odam. Motorning holatlari haqida egalaridan bevosita ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bilishimiz bo'yicha boya akalarimiz aytib ketishdi. Bu mashina o'zi zapchastchi akalarimizga qarashli ekan. Demak, keyingi mashinalarimizni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Akalar, keyingi mashinamiz o'zimizga tanish, o'zimiz sotadigan Jack M3 avtomobili. Mashinamiz 2023-yil, qora rangda, kraskasi 100% toza deyaptilar. Mashinamiz probegi qancha aka? 273 ming bo'lgan ekan probegi. Aka, Rossiyaga bu joyga chiqqanmi mashina? O'zbekistonning ichida foydalanilgan ekan. 60 bittalik tabletka balon, propellari bor ekan mashinamizga. 4 ta balonimiz yangi qo'yilgan ekan. Resorlar ustiga qilib, amortizator qo'shilib, prujina ham qo'yilgan, yumshoq qilingan. Zo'r qutqu buni aka. Mashina minishga tayyor ekan 100%. Chexol poliklari ham tashab qo'yilgan. Ichida akamiz akkuratni haydagan ekanlar. Sirdaryoba aka, Guliston. Gulistonning mashinasi chexollarni cho'tki qilib taqib qo'yishgan oldiga. Mashinaga qarab haydagan ekanlar. Вообще O'zbekistonning ichida minilgan 9 kishiga mo'ljallangan mashinamiz 100% tayyor akalar. Bu mashinamizni bilasizlar, ko'pchilik akalarimiz Rossiyaga ham qatnashadi, chet davlatlarga turizmdan ham foydalanishadi. Sayohatchi Abuni mashinasidan. Aka, motor korobka qanaqa? Motor korobka moy emas ekan. Hali ochib bosmadingizmi? Klapan tortildi. Klapan tortildi 275 mingdan. Nechida tortdingiz klapandan? 150 mingdan. Shundan beri umuman kamchiligi yo'q umuman. Propan polniy zapravka bilan nechta yuradi bu aka? Ko'pi bilan 600 gacha yuryapti. Ekonomik 600 gacha. Toshkentda Jack salonda qo'ydirilgan. O'zida garantiyali. Garantiyani salonda o'zi qo'yib beradi. Endi по-любому salonni garantiyasidan chiqqanda bu aka hozir. O'shalar o'zlari qo'ydi. Salonni garantiyasidan chiqqan. Buni sotgandan keyin qanaqa mashina maqsad endi? Yengilroq. Yengilroq. Crossover sedan bo'ldi aka. Bo'lmasa telefon nomeringizni bitta aytib yuborsangiz aka. 94lik 94lik 393 393 1372. 1372 akamizga bemalol aloqaga chiqasizlar. M3 mashinasini Minivan City kanalidamiz deb aytsanglar, baraka qilishadi. Xudo xolasa cho'tki qilib, narxini nech pul aytamiz aka? 12 ming, to'g'ri. 12 ming. Ozmigina. O'tadigan joyi bormi aka? 200 o'tib beraman. 200 deb o'tirmay aka. 11,5 mingga so'rashsam bering aka. 11,5. To'g'ri kelmaydi. 14 ming, 13 ming deb men o'qimadim-da. Vahima qilib. Akamizga telefon qilasizlar, 11800 larga xudo xolasa mashinani baraka qilaverasizlar. Yog'ini o'zingizlar kelishib olasizlar. 4 ta yangi balon taqilgan, 275 ming yurgan, kraska toza, 61 talik metallari bor, chexol poliklar qilib qo'yilgan mashinamizga. Hamma hujjatlari, GNPN, оформление, generalniy dovenность hamma narsa berasiz aka. Оформить kreditga ham sotilaveradi. Pul chiqarib bersa bo'ldi, farqi yo'q. Bo'ldi. Bemalol akamizga telefon qilaverasizlar. Aka, katta rahmat. Sog' Sizlar bilasizlar, Damaslar ham minivenlarning qatoriga kiradi. Kimga qanaqa Damas kerak bo'ladigan bo'lsa,
kommentariyada yozib qoldirsangizlar yoki ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangizlar, Damaslarni ham topib beramiz. Bozordan so'rab, o'zingizlar aytgandaqa obzorlarni qilib beramiz. Van variantimi, yarim van variantimi yoki passajirskiymi, hammasini topib beramiz. Har xil turidan bor. Juda katta Damas bozorimiz Sergelidagi. Mingdan oshiq mashina bor Damaslarda. Damas hammaga mana shunaqa mashinalardan yetkazsin. Markalar Sergeli bozoridagi. Eng zo'r narxda, eng chiroyli full Kia Carnival topib qo'ydim azizlar sizlar uchun. 11 kishilik mashinamiz 2022-yil 3,5 litrli polni lyuklari bor. Salonimizning holati вообще idealniy holatda turibdi azizlar. Gaz pazlari ustanovka qilinmagan. Karnivalni azizlar bilgan biladi. Dokumentini yaqinlarimizni o'ylab bemalol B kategoriya bilan haydashligi uchun 8 kishilik qilib qo'yganlar. Lekin mashinamizni o'zi 11 ta yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi. O'ta full holatda, ishlari ham juda keng bo'ladi buni. Svobodniy o'tirib bemalol premium klassi his qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun chotki variant. Lyuklari bor, ikki tomondan, orqadan, oldidan lyuklari bor. Hozir akamiz o'zlaridan ham, egalaridan ham bitta suhbat qilib, qolgan ma'lumotlarni olamiz. Xudo xolasa, lekin mashinaga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy premium klassni his qiladiganlar uchun mana Kia Carnival chiroyli narxda topib qo'ydik. Juda zo'r aytibdilar narxini. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu narxda bundan eskirog'ini topasizlar. Ashlarga qaraganda ikkita eshikda kraskasi bor deyaptilar hozir. Akamizdan boshdan so'ra olamiz. Telefon nomerlari 88lik 333 33 37 94lik 312 0000 raqamlari orqali ushbu Kia Carnivalimizni egalari bilan bog'lanib bemalol to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin bo'ladi azizlar. Xohlaganlar uchun oldi kapotini ham, motorlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Motorimizni V6si bahaybati. Mashinamiz Euro 6, pashti Euro 7 standartlariga ham mutlaqo javob beradi. Salonda 20 ming dollar qimmat yuradigan full varianti bu. Lekin akamiz 32 ming dollarga baraka qo'raman deyaptilar. Endi bundan ham kelishadilar, по-моему. Telefon qilsanglar o'zlariga nomerlarini aytib o'tdik. Mashinamizning ichki qismlarini ham hamma joyini bitta ko'rsatib o'tamiz. 20 ming dollar asl qiladi salonni o'zida. Bo'ldi aka. Eshik ustini o'zi sepilgan. 170 ming yurgan holatdan salonni ochimda videoga olganda ko'rinadi. Ani idealniy sostoyaniyada, salon plasmaslari ham sepilmagan. Idealniy sostoyaniyada o'zi 11 talik dokumentini odamlarga o'ylab turib qo'yilgan 8 talik. Rubo prad yuradigan qilib qo'yilgan o'zi 11 talik. Shu joyi ham bor. O joyini aytib ketish kerak. O'zi dokumentida miniyum. 8 kishilik. Miniyum. Anaqa Rubo prad yuradigan qilib qo'yilgan. O'zi 11 talik. Mana shu ikkita eshigida kraskasi bor ekan sizlar. Polni splashnoy qilinganmi ikkita eshigi ham? Ikkita eshik o'zida bor. Kriloga o'tmagan. Ha, kriloga ichiga o'tmagan ekan, usti qilingan ekan. Menimcha bu joyga tegib, ozgina tirnalgan bo'lish kerak. Atak ustalarga ko'rsatib olasizlar, bemalol. Ustangizga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Aka, narxini necha pul deyotdi? 29 mingdan ham kelishiladigan joyi bor ekan. Bemalol mana shu raqamlar orqali akalarimiz bilan bog'lanib, mashinani baraka qilishligingiz mumkin azizlar. City'da yana mana shunaqa o'zi yangi, o'zi yaxshi, o'zi arzon mashinalarimizni qo'yib o'tishda davom qilamiz. Navbatdagi Kia Carnivalimiz qora rangidan 2023-24 ekan yillari. 43 ming yurgan ekan. Probeglari, motori nechilik aka? 3,5 litr benzin. Propan, metan,
uстановka qilinmagan. Faqat benzin yo'q. Kraska, Pozitsiyasi, prestij pozitsiyasi 7 ta kishilik. kraska qanaqa aka bunda? Orqa bagajda kichkina petnocha bor. Petnocha bor, to'g'rimi? Orqa bagajda kichkina petnochasi bor ekan, bemalol tekshirib olasizlar. Mashinamizga yumshoq balonlar ham taqib qo'yilgan, hamma narsaga tayyor. 100%lik 7 kishilik, salonlari ham terlatmaydigan yumshoq materiallardan, chotki 100% tayyor mashinamiz. Turizm firmalarida yoki chetga chiqish uchun ham bemalol. Assalomu alaykum. Bemalol mashinamiz ketadi. Kapitanskiy sideniyalar, sideniya upravleniyalari hamma narsasi bor. Eshiklarimiz ham avtomat. Orqasida kichkina petnocha bor deyaptilar. Bemalol ustalaringizni olib kelib tekshirtirib olasizlar. Mashinamiz 100%. Orqa bagajimizning holati, mashinaga propan, metan sistema uстановка qilinmagan. Benzinda 3,5 litrli motor. Akajon, narxini necha pul deymiz buni? 40. Sostaniyasiga qaraganda 40 ming arzon deb mashinaga. Bemalol akalarimiz nomerini ham olamiz. Nomeringizni ayta olasizmi aka? 97lik 852 43 33 33. Bemalol akalarimiz bilan bog'lanasizlar. 40 ming dollardan Mini City kanalini aytsanglar, xudo xolasa skidka qilib o'tib beradilar, baraka qilasizlar. Akamizga iloji boricha kechki payt bez taqmaymiz, soat 9 dan keyin oila davrasida dam olgan paytda bez taqmaymiz. Kun bo'yi qolgan payti bemalol telefon qilib savdo qilishinglar mumkin mashinamizda. Azizlar, vaqtimiz ozgina chegaralangan. Ishga ham borishimiz kerak. Shuning uchun aybga bermaysizlar. Videolarimiz mashina bozoridan qisqa bo'ladi. Lekin respublikamizning hamma burchagidan bemalol telefon o'zimiz bilan bog'lansanglar, qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, inomarka bo'ladimi, GM bo'ladimi, Mini M bo'ladimi, crossover, sedan bo'ladimi, hammasini qo'limizdan kelguncha obzor qilib, ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bevosita egalarining nomerini qo'yib boramiz. O'zlari bilan telefon orqali bog'lanishlaringiz mumkin. Bugungi obzorimiz Sergeli mashina bozoridan bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Mini City har doim siz bilan azizlar. Давайте поиск Minivan City. Minivan City. Minivan City har doim siz bilan. Minivan City har doim siz bilan. Minivan City har doim siz bilan.